Today I will teach you about numbers and telling the time in English. Bugun sizlarga ingliz tilida sonlar va ingliz tilida vaqtlarni qanday aytishni o'rgatib boraman. Birinchi o'rinda sonlar, numbers. Ingliz tilida sonlar ikkiga bo'linadi: cardinal numbers and ordinal numbers. Cardinal numbers bu sanoq sonlar, ordinal numbers esa tartib sonlar deyiladi. Sanoq sonlarimiz siz bilasiz, sanoq sonlar sanashda ishlatamiz. 1, 2, 3 deb sanashda ishlatiladigan sonlar sanoq sonlar deyiladi. Ingliz tilida 0 soni 3 xil ko'rinishida talaffuz qilinadi, ya'ni aytiladi. 0, o, nil ko'rinishda. Nil ko'rinishi juda kam uchraydi, lekin siz ishlatishingiz mumkin. Lekin ko'proq 0 va o ko'rinishlari ishlatiladi. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 va hokazo kabi ko'rinishlarda ketadi. O'nlik sonlarni ingliz tilida hosil qilishimizda 13 dan 19 gacha bo'lgan sonlarda birlik sonlar asosiga tin qo'shimchasini qo'shamiz. Misol uchun 14 demoqchi bo'lsak, 4 so'ziga tin qo'shimchasini qo'shamiz. 14, 14 hosil bo'ladi. Lekin 13 soniga 3 ga tin qo'shmaymiz. Shakli sal o'zgaradi. 13 shaklida bo'ladi. 20 dan 90 gacha bo'lgan sonlarga esa birlik sonlar asosiga tin qo'shimchasi qo'shiladi. 40, 40, ana 4, 4 va tin qo'shimchasi qo'shilib 40 soni hosil bo'lyapti. Bunda ham 20 ni hosil qilishi 10 ga t qo'shimchasini qo'shmaymiz, uni shakli bor. 20 talaffuzini biz ikki xil ko'rinishda aytishimiz mumkin. Birinchisi 20 deyishimiz mumkin va ikkinchi ko'rinishi esa 20 ko'rinishlarda talaffuz qilishimiz mumkin. Bu sanoq sonlar haqida ma'lumot edi. Navbatdagisi ordinal numbers. Bu tartib sonlar. Tartib sonlar o'zbek tilidagi necha qo'shimchasini olib keluvchi sonlardir. Ingliz tilida tartib sonlarni hosil qiluvchi qo'shimcha, faol qo'shimchasi th qo'shimchasi. Th qo'shimchasi ingliz tilida qarang, 4 dan boshlab boshqa sonlarga qo'shiladi. 1, 2, 3 lar esa shakli o'zgaradi. Ya'ni biz agar birinchi demoqchi bo'lsak, sanoq son asosiga, ya'ni 1 ga th qo'shimchasi qo'shmay shakl o'zgaradi. Birinchi ingliz tilida first deyiladi, ikkinchisi second, uchinchi third shaklida bo'ladi. Ya'ni 1, 2, 3 larimiz ko'rinish o'zgaradi va ularning qo'shimchasi birinchining st, nd, rd. Ya'ni so'zni oxiridagi ikkita harf olinadi. Qarang, st, nd, rd. Bu son ko'rinishda yozsak, albatta mana shu qisqartma qo'shimchalarini kichkina shriftda tepasida yozishimiz kerak. 4 dan boshlab qolgan sonlarga, sanoq sonlar asosiga esa th qo'shimchasi qo'shiladi. Fourth, fifth. Ba'zi bir so'zlarimizda aynan sanoq sonlarda ko'rinish o'zgarishi mumkin. 5, 5 degani 5-chi demoqchi bo'lsak, fives emas, fifth shaklida, ya'ni ve harflari tushib qolib f ga aylanadi. Yoki 9 oxiridagi i harfi tushib qolib th qo'shimchasi qo'shiladi. 9 shaklda yuradi. Mana bu ba'zi bir o'zgarishlar mavjud. Mana shularga e'tiborli bo'ling va bu sizni nima deydi? Sonlarni to'g'ri talaffuz qilishingizga va to'g'ri yozishingizga juda ham kerak bo'ladi. Siz nafaqat bu sonlarning talaffuzini, balki aynan shu sonlarning yozilishini ham bilishingiz kerak. Tartib sonlarini, ordinal numbersni qachon ishlatamiz? Sanalarda ishlatamiz, dates. Tartiblarda sequences, tartib keladi yoki navbatlarga nisbatan, asrlarga nisbatan, qavatlarga nisbatan, birinchi qavat, ikkinchi qavat deydi. Mana shularga nisbatan ishlatiladi. Lekin o'zbek tiliga o'xshab yillarga nisbatan tartib sonlar ishlatilmaydi. Ingliz tilida yillar oddiy son ko'rinishida aytiladi. Misol uchun siz 1989-yilni aytmoqchisiz ingliz tilida. Qanday bo'ladi? Ingliz tilida yillar esingizdan chiqmasin, 2 ga bo'linib aytiladi. Ya'ni
1989 deyiladi. 1989 deyiladi. Necha inch qo'shmaysiz bu songa. Chunki ingliz tilini o'zi beraveradi. Yillarda demoqchi bo'lsangiz, in preposition'ni qo'shish orqali aynan o'sha yil ekanligi nazarda tutiladi. Esingizdan chiqmasin, yillar asosan 2 ga bo'linmaydilar. To'liq aytsak ham bo'ladi, ya'ni 1989-yil deb aytsak ham bo'ladi. Ya'ni bu 1989 ko'rinishida talaffuz qilinadi. Ikkalasi ham to'g'ri, xato hisoblanmaydi. Nimaga 2 ga bo'linib aytiladi? Sababi vaqtni tejash va ko'p kishi berilgan sonni tez anglab olishi uchun ham 2 ga bo'lib aytiladi. 2000-yildan boshlab 2000 emas, 2001-yildan 2010-yilgacha bo'lgan yillarni esa to'liq aytishimiz kerak. 2001, 2002, 2003 deb. Chunki siz agar buni 2 ga bo'lib aytsangiz, chiroyli chiqmaydi ham, maqsadga muvofiq ham bo'lmaydi. Ya'ni 2001 deyish noqulay hisoblanadi, adashib ketish mumkin. Shuning uchun ham 2001 deyiladi. Bu mingliklar haqidagi edi. Yuzliklarni birdan sizga mingliklarni aytib ketdim. Yuzliklarni aytganimizda 100 so'zdan foydalanamiz. 100 bu 100 degani. Oldidan birlikdagi sonlar qo'yiladi. Misol uchun 300 demoqchi bo'lsak, 3. Shunchaki sonni qo'yamiz. 300 bu 300 degan ma'noni anglatadi. 300larni, ya'ni yuzliklarni, mingliklarni tartib songa aylantirmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz? Tartib songa aylantirsak, 300-chi demoqchi bo'lsak, 100 oxiriga th qo'shimchasini qo'shib qo'yamiz. Agarda yuzlik son bilan birlik son birga kelsa, keling 306. Buni tartib songa aylantiramiz. 306-chi berilgan yuzlik sondagi oxirdagi birlik sonni tartib songa aylantiramiz. Ya'ni 306 bo'ladi. Agar yuzlik son bilan o'nlik sonlar birga kelsa, ya'ni 20 dan boshlab deylik, 25 deb bersak, tartib songa aylantirsak, 325. Oxirdagi har qanday holatda birlik son berilgan bo'lsa, birlik sonimiz tartib songa aylanadi. Bu sonlar haqidagi ma'lumot edi. Yaxshilab o'rganib oling. Telling time in English. Ingliz tilida vaqtlarni, soatlarni aytish qanday bo'ladi? Bu mavzuga o'tishdan oldin sonlar bo'yicha oxirgi qoidadan aytib ketay. Tartib sonlarni oldidan esingizdan chiqmasin, doim the artiklni ishlatib oling. Endi vaqtlarga o'tamiz. Ingliz tilida soat necha bo'ldi degan so'roq gapimiz qanday bo'ladi? Ikki xil ko'rinishda so'rashimiz mumkin. What's the timing? Soat necha bo'ldi? What time is it? Ikkalasini ham tarjimasi bir xil. Javob berishimiz agar hozirgi zamonda bo'lsa, it is deb javob beriladi va soati aytiladi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, mana soat rasmini chizganman. 2 ga bo'ldim. Bizda o'zbek tilida ta o'tdi deymiz yoki takam deb aytamiz. Aynan inglizlarda ham shu so'zlar mavjud. Agarda soat to'g'ri, ya'ni 12 da turgan bo'lsa, aytaylik soat 1 bo'ldi. Mana shuni qanday aytadi? Sondan keyin to'g'ri o'clock so'zini qo'shadi ular. Ya'ni soat 1 bo'ldi demoqchi bo'lsa, it is 1 o'clock deysiz. Soat 1 bo'ldi degani. Ya'ni 00 turgan bo'lsa, esingizdan chiqmasdan o'sha soatga o'clock so'zini qo'shib yozishingiz kerak. Va 15 ta o'tdi. Inglizlarda quarter past deyiladi. Ya'ni bu quarter degani chorak degani. Chorak o'tdi degan. Tasavvur qiling, soatimiz o'zi 4 ga bo'lingan. Va shu butun soatdan bir choragi o'tdi degan ma'noni bildiradi. Chorak qismi. Lekin biz o'zbek tiliga tarjima qilayotganda 15 ta o'tdi deb aytaveramiz. Va yarim half past deyiladi. 15 ta kam 9 da turgan bo'lsa, yana 45 minut o'tganini biz 15 ta kam deb beramiz. Shuni ular quarter to deydi. Ya'ni soatni 2 ga bo'lganimga qarang,
yarimgacha 12dan yarimgacha bo'lgan qismini ta o'tdi deymiz o'zimiz o'zbek tilida ham va past so'zi bilan ingliz tilida ifodalanadi. Yarimdan bu ikkinchi qismini ta kam so'zini esa to bilan ifodalaymiz ingliz tilida. Buni formulasi mavjud. Qarang, qanday hosil qilinadi. Pastni formulasi it is minut keladi. Past so'z yoziladi va soat yoziladi. Ya'ni 2dan 10ta o'tdi. Qanday aytiladi? It is 10, qara minut tushyapti. Past so'zi va to. Tarjima qilish, ana tepasiga sonlarni qo'yganman. Ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilishda shu ketma-ketlikda tarjima qilasiz. Ya'ni 2dan 10ta o'tdi. Ko'rdingizmi? Tarjimamizga mos tushyapti. Tarjimaga ham juda ham e'tiborli bo'ling. Takam qanday formulasi bo'ladi? E'tiborli bo'ling. It is minut, to va soat. Kelayotgan soatni yozamiz. 2dan 40ta o'tdini, ya'ni 20 takam 3 degani. Qanday aytiladi? 20, it is 20 to 3. 2 deb yozmang, mana 2 soat sonini ko'rib 3 yoziladi. Keladigan soat. O'zimiz ham o'zbek tilida keladigan soatni aytamiz takam bilan. Aynan bu formulasi va tarjima qilishimiz minutdan, ya'ni boshidan oxiriga qarab boryapti. Qarang, 20 takam qo'shib aytilyapti. 3. Ko'rdingiz? Tarjimasiga juda ham e'tiborli bo'ling. Mana bu soatlar haqidagi ma'lumot edi. Yana bu soatlarning aytilishlari bu 2 ga bo'linadi. Bular formal, informal shakllari. Soatlarni aytishni formal usuli va informal usuli qachon ishlatiladi va qay holatda ishlatiladi degan savolingizga javobni olasiz. Informal usul bu kundalik hayotimizda aytiladigan soatlar hisoblanadi. Ya'ni do'stimizga, tanish-bilishlarimizga nisbatan aytiladigan soatlar. Formal, ya'ni rasmiy holatdagi soatlar esa televideniya, radioda aytiladigan dasturlarning soati. Ya'ni misol uchun sizdan hozir soat nechi deb so'rashsa, siz nima deysiz? Aytaylik, 5dan 20 ta o'tdi deb aytasiz. Televideniyalarda qanday aytadi buni? Birorta ko'rsatuv 5dan 20 tada beradi demaydi hech qachon. 5:20 da bugun shu ko'rsatuv bor deb aytadi. Demak, bu aynan rasmiy usul. Endi qarang. 3 demak 15. Demak 3dan 15 ta. 3dan 15 ta. 3dan 15 ta o'tdi. Rasmiy va norasmiy usullarda qanday aytiladi? Misol uchun qarang. It is 3:15. 3dan 15 ta o'tdi deyapti. Demak, siz agar soatlarni aytayotganingizda past yoki to dan foydalansangiz, bu informal usul hisoblanadi, ya'ni norasmiy usuldir. 3dan 15 ta o'tdi degani. Bu informal, norasmiy. 3:15 deydigan bo'lsak, it is 3:15. Ya'ni son shu ko'rinishda yoziladi. 3:15. Mana shu ko'rinishda yozilishi, birga bir yozilishi bu rasmiy usulda. Televideniya aytib o'tganda radio tillari, dasturlarning vaqtini aytadi. 3:30. Qanday aytiladi? Birinchi usuli it is 3:30. 3dan 30 ta o'tdi. Bu ham norasmiy usuldir. Ikkinchi norasmiy usuli it is 3:30. 3:30. Yarim so'zi sizga esingizda bo'lsa, soatni chizuvda yarim half past deyiladi. Demak 3:30 informal usul. 3:30 it is 3:30. Bu formal. 3dan 40 ta o'tdini 3 xil ko'rinishda aytamiz. Takam, ta o'tdi va 3:40 ko'rinishda. Birinchisi takam it is 20:4. 20 takam 4. Informal usul it is 3:40. 3dan 40 ta o'tdi. It is 3:40. 3:40. Bu soatlarni aytish. Sizga 3 ko'rinishidagilarni aytdim. O'zingiz mashq qilib, albatta bu formal, informal usullarni yozib oling va mashq qilib boring. Rasmiy usulni biz og'zaki kundalik hayotimizda bemalol ishlatishimiz mumkin. To'siq mavjud emas, lekin rasmiy joyga kirganingizda faqatgina rasmiy usulda foydalanishingiz kerak.